Assalomu alaykum yurtdoshlar, hammasi sog' omonmi? Nima qaraysiz, nima kulasiz? Bugun oilaviy bulung'urga ketyapmiz. Bitta ishlar bor edi, dadasiga qo'shilib oldik biz ham. Ishim hal qilib kelaman degandi, yo'q biz ham boramiz deb. Xo'jayinim o'zi bilan men mehmondorchilikka ketdim. Sef desam pechka ekan, ustalarga qoyil. Undan xo'jayinim uyga keldi. Ukamkada ovqatlandikdagina keyin yana xo'jayinim ishi bitmagan ekan, yana qaytib bordik. Harakat qildik bitirishga. Dadam juda ham charchab qolgandi. O'rgandan yo'lga otlandik yana O'smatga. Payshanbadan suv oldik, suv olib yana yo'lga chiqdik. Telefonga yangi sim karta olaman dedi xo'jayinim. Undan to'xtab yangi sim karta oldim.